Good morning, my fellow Americans. 3 mart günü Amerika Tashqi ishlar ministri ئانتونى بلىنكېن video nutq so'zlab, Joe Biden hukumatining muhim tashqi siyosatlarini bayon qildi. Bu Amerikada yangi hukumat ish boshlagandan keyin ئانتونى بلىنكېنning tunji qatim Amerikaning tashqi siyosatini jamoatga to'liq e'lon qilishi hisoblanadi ekan. My job is to represent the United States to the world, to fight for the interests and values of the American people. When President Biden asked me to serve, he made sure that I understood that my job is to deliver for you, to make your lives more secure. Bu sözüdə Biden hökumətinin diplomatiya prinsipi üstündə toxtalıb, biz iş qılğan vaxtımızda vaqıtlıq məsələlərə eslib olmay, üstünlüyümüzni uzun müddət saqlab qilish üçün məsələlərdə tüpküldüzün hal qilishimiz kerak. Prezident Bidenning sözü bo'yicha aytganda, Amerikaning o'rnini qayta tiklashimiz kerak dedi va Amerikaning tashqi siyosatida muhim bo'lgan 8 turlik planni o'tirg'a qo'ydi. As the president says, to not only build back, but build back better. So here's our plan. First, we will stop COVID-19 and strengthen global health security. Bulardan birincisi, koronavirusini kontrol qilib, dunyoning səhiyyə saqlıq bexatarligini kuchaytirish. İkincisi, iqtisodiy krizisni ayaqlashtirib, texmi muqim va kengchil bo'lgan yer shari iqtisodini barpo qilish. Uchinchisi, xatar ostida qolgan demokratiyani jonlantirish. Buning uchun oldi bilan Amerikaning demokratik tuzumini mustahkamlab, Xitoy bilan Rossiyaga o'xshash raqiblarning tuzoqlariga tushmaslik. To'rtinchisi, Amerikada insonparvarlikka uyg'un, shundaqla unumli bir ko'chmalar tuzilmasini barpo qilish. Beshinchisi, Amerikaning ittifoqdoshlari va hamkorlashuvchilari bilan bo'lgan munosabatni kuchaytirish. Oltinchisi, klimat o'zgarishi krizisiga taqobil turib, pokiz energiya inqilobini ilgari surish. Yettinchisi, dunyo xarakterlik texnik inqilobi davom qilayotgan bugungi kunda Amerikaning ilg'or texnikadagi yetakchi o'rnini saqlash. Sakkizinchisi, Xitoy bilan bo'lgan munosabatni hal qilish qatorliqlar ekan. ئانتونى بلىنكېن Xitoy bilan bo'lgan munosabatni hal qilish plani ustida to'xtalganda mundaq dedi. And eighth, we will manage the biggest geopolitical test of the 21st century, our relationship with China. Several countries present us with serious challenges, including Russia, Iran, North Korea. 21. asrda biz duch keladigan eng chong geosiyosiy sinoq Xitoy bilan bo'ladigan munosabatimizdir. Rossiya, Shimoliy Koreya qatorliq bir necha davlatmi bizga cho'ng xiris elib keldi. Bundan boshqa yana Yemen, Efiopiya, Burma qatorliq davlatlardagi krizislar oldimizda turibdi. Ammo Xitoyning tahdidi bularning hech qaysisiga o'xshamaydi. Xitoy o'zining iqtisod, diplomatiya, harbiy va texnika jihatdagi kuchi bilan muqim va yechib o'tilgan xalqaro sistemaga, dunyoda biz umid qilgan qoida tartib, qimmat qarash va xalqaro munosabatlarga ig'ir tahdid solayotdi. Chunki biz umid qilgan narsa oxirgi hisobda Amerika xalqining qimmat qarashini aks ettirdi va ularning manfaati uchun xizmat qiladi. Biz Xitoy bilan raqobatlashadigan yerda raqobatlashamiz, hamkorlashadigan yerda hamkorlashamiz, qarshilashadigan yerda qarshilashamiz. Umuman aytganda Xitoyga bo'sh kelmaymiz. Buning uchun biz do'stlarimiz va ittifoqdoshlarimiz bilan hamkorlashamiz. Ulardan chetga qo'ymaymiz. Agar biz birlashsak, Xitoy uning g'argiz silqara olmaydi. Buning uchun Amerika diplomatiyada aktiv bo'lishi va xalqaro tashkilotlarga qatnashishi kerak. Agar biz bu jihatda bir qadam chekinsak, Xitoy bir qadam oldiga boradi. Biz yana Xinjiangdagi kishilik huquq va Hong Kongdagi demokratiya dafsarni qilayotgan bu kunlarda o'z qimmat qarashimizni texmichon qo'g'dishimiz kerak. Agar biz bunday qilmasak, Xitoy texim haddidan oshadi. The common denominator is the need to engage China from a position of strength. That requires working with allies and partners, not denigrating them, because our combined weight is much harder for China to ignore. It requires engaging in diplomacy and in international organizations, because where we've pulled back, China has filled in. It requires standing up for our values when human rights are abused in Xinjiang or when democracy is trampled in Hong Kong, because if we don't, China will act with even greater impunity. ئانتونى بلىنكېن yana 3 mart kuni Amerika Ommaviy radiosining ziyoratini qabul qilganda Uyg'urlar masalasi haqida to'xtaldi. U muxbirning Amerika Xitoyning Uyg'urlarga ilib borgan jinoyatini irqiy qirg'inchilik dedi. Agar shunday bo'lsa, Amerika Xitoy inkor qilayotgan bu jinoyatga qarshi qanday jazo tadbiri qo'llanadi degan savolga javob berib mundaq dedi. Another China question, Mr. Secretary. The U.S. has said that China is guilty of genocide when it comes to the Uyghur minority population in that country. If that's the case, what should the penalty be? China denies it, but what should the penalty be for that? When it comes to specific issues like the Uyghurs, I think there are a number of things that we can and should be focused on. We've got to make sure that products and technology being exported to China, whether it's by us or anyone else. Uyg'urlar masalasiga o'xshash konkret masalalarga kelsak, buningda biz qilayotgan nurg'un ishlar va diqqat qilishga tegishli nuqtalar bor.
Biz Xitoyga yoki boshqa davlatlarga eksport qilinadigan mahsulot va texnikalarning Xitoydagi oz sonliq millatlarni bostirishga ishlatilmasligiga kafolatlik qilishimiz lozim. Shundaqla Xinjiangdan chiqqan mahsulotlarni o'z ichiga olgan Xitoy mollari majburiy emgak bilan chetishlik bo'lib qolsa, ularni setib olmasligimiz kerak. Boshqa davlatlarni ham shunday qilishga chaqirishimiz kerak. Albatta, biz butun dunyoning bugun Xitoyda yuz berayotgan ishlarga qarshi birdek ovoz chiqarishini qo'lga keltirishimiz kerak. Analizchilarning bildirishicha, Amerika tashqi ishlar ministri ئانتونى بلىنكېنning Xitoyga munosabatlik bu bayonlari Bayden hukumatining tashqi siyosatini, jumladan Xitoy bilan bo'ladigan munosabatlarining asosiy yo'nalishini hamda Uyg'urlar masalasida Xitoyga qaratadigan navbatdagi siyosati va boshqa davlatlar bilan hamkorlashish irodasini ko'rsatib berdi ekan.